Barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan bugun men yana o'sha DLS Normurodov. Va do'stlar, bugungi video roligimizda biz DLS 26 yangilanishidan so'ng kelgan narsalar va o'sha dinamik starslar haqida gapiramiz. Hamma qulay joylashib olsin. Men esa video rolik boshlayman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Aniq bilaman, siz mening kanalimda yangisiz va like bosib kanalimga obuna bo'lsangiz, men juda xursand bo'lardim va shunaqangi videolar chiqaveradi do'stlar. Qanunda men videoni boshladim. Xo'p do'stlar, bugungi video rolikda keladigan bo'lsak, biz dinamik start haqida hozir gaplashib o'tamiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, agent ochish mumkin. Mana bu yerda playerslar, men sorlot olgandim. Sorlot olganimdan so'ng, xo'sh, men sorlot olganimdan so'ng juda ham endi qanaqa o'ynashini aytaman. U juda ham yomon o'ynayapti do'stlar. Tezligi 81, tezligi yo'q, lekin bosh bilan juda ham yaxshi o'ynaydi. Kuchi ham zo'r, lekin tezligi yo'q. Mana shu unga minus tarafi do'stlar. Lekin boshda juda ham ajoyib, tavsiya beraman. Sorlot tushdi do'stlar. Keyin mana bu yerdan o'sha DLS yangi chiqqan shapkachani oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Murabbiyimda ham o'sha shapkacha bor. Xo'p, va sizlarga hozir sorlot ko'rsatishim mumkin. Xo'p, mana sorlot. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi o'yinchi, bosh bilan zo'r o'ynaydi, gavda bilan zo'r o'ynaydi. Holat ikkalasini hujumga qo'yib kuchaytirsa zo'r bo'ladi. Xo'p, do'stlar, ko'pchilikda savol kelyapti. Mana shunaqangi dinamik starslarni qanday qilib kuchaytirsa bo'ladi? Hozir mana shu haqida ham sizlarga savollaringizga javob topib beraman. Xo'p, biz mana bu yerga kiramiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkinki, o'ynash mumkin edi. Bilsangiz agar, mana shu yerda joy bor edi. O'ynashga har xil davlatlar bor edi. Agar o'sha davlatlardan Norvegiya tushgan bo'lsa sizga, Norvegiyani tanlab, ya'ni Norvegiya bilan o'ynash mumkin edi. Ya'ni Norvegiya bilan chempion bo'lsangiz, sorlot 82 dan 85 ko'taradi. Mana bu yerda hamma hozir 82. Masalan, sizga hozir mana Barkolya tushgan bo'lsa, unda Fransiya bor edi. Fransiya bilan agar g'alaba qozonganingizda Barkolya 85 bo'lar edi. Xo'p, do'stlar, yana bitta narsani aytib o'taman. Bu yerda oxiri dinamik star agent bor. Bilsangiz agar, menimcha hamma bilsa kerak, DLSchilar. Ana shuni olamiz. Men do'stlar sorlot olgan videoni olmoqchi edim, lekin afsuski video yozilmay qolibdi, o'chib qolibdi nimagadir. Buning sababini to'g'risi bilmadim. Xo'p, yana bitta narsa do'stlar, video qanaqadir hozir qotib ishlayapti, buni bilaman. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Telefon Slaveyni nima qilaylik? Bolalar shunaqangi yomon o'yinlar uchun, ya'ni yomon internet yoki bir qotishlar uchun uzr so'rab qolaman. Endi telefonim J6 do'stlar, ko'tarmayapti unchalik, bilmadim nimaga. J6 ko'tarish kerak edi. Mayli. Dream Draft'dan ham g'alaba qozonib olsa bo'ladi do'stlar. 225 ta olmos. Juda ham ko'p bu do'stlar, to'g'risi. Ha, mayli. Yaxshi. Xo'p, yana bitta narsa. Mening olmoslarim ko'rishingiz mumkin. 623 ta olmos. Do'stlar, 623 ta olmos, buni nima qilasan desangiz, ko'pchilik menimcha DLSchilar 90% DLSchilar buni tushunib turibdi to'g'rirog'i. Men tarkibimga hozir qaragan bo'lsangiz, bironta o'yinchi full emas. Chunki DLSni o'zi 2025 boshlagan edim, lekin ma'lum sabablar bilan DLSdan ketgan edim va men yana qaytdim. Hozir sizlarga bu tarkibni ko'rsaman. DLS 25 da boshlagan spot desanglar, mana Husanov Shomurodov. Husanovni 72lik paytda o'tgan yil olgandim. Men Dumfries Hamsunlarni nimaga olgansan desanglar do'stlar, men ko'rib turganlaringiz Real Madrid fanatiman va bularni olishim kerak. Kukurella masalan Realga o'tdi. Lekin do'stlar, Kukurellani sotaveramiz, chunki u baribir jahon chempionatidan keyin ancha-muncha ko'tariladi Ispaniya terma jamoasi bilan.
Xo'p, mana shunaqa gaplar sizlarga kim tushdi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Dilason Murodov bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'yinglar. Tezroq biz 30 ta bo'lishimiz kerak. Sog' bo'linglar.